Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharetlik münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalayotgan edik. Bugun yana shu konu mezmun. Bugungi babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mundaq deydi. Menini yuyitish ve uni qo'lida qirivtish ve shundaqla ayollardan tekkan yo'llik mesela işte nerslerde bunda nerslerini yuyutish haqida dedi. Ondaqda biz şu babninki konkret İmam Bukhari rahmetullahi aleyh demekçi bo'lgan bu mezmunninki mahiyetini tafsilotini biz hadisninki o'zidan ko'raylik. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga abdan hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishi İmam Bukharining ustozlaridan bosh tarjimali o'tgan Kitabul Vahiyda. Bu kishi deydi bizga Abdullah ibn Mubarak hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Amr ibn Maymun el-Jazari hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu odamni nimishqi Jazari deymizga vaqtda bularmish Iroq bilan Suriyaning orliqdagi shu Iroq diyorlaridagi jaziraga tushganda Furat bilan Dajlariya orasidagi joyga shu joylashgan. Shunga buni Jazari deydi. Bu kishi Maymun ibn Mihron degan buyuk bir ulamoning dadisi bo'ladi bu kishi. Yo'q, Amr Maymun ibn Mihron degan buyuk ulamoning balasi bo'ladi. Olmuş qaptı. Demek bu katta bir ulamoning, bir faqihning, bir muhaddisning balasi. Endi bu adam Süleyman ibn Yasar degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Süleyman ibn Yasar tabiin. Ayşe anamızninki azatgardisi, keyin ko'p xizmatini qilgan. Madinaning dangliq abidi, Madinaning faqihisi, hujjat tipidagi buyuk ulamolar sanaladi. 107-yilda o'lib ketgan. Demak Ayşe anamızning shogirdi deyishga bo'ldi. Bu kishi Ayşe anamızdan rivoyat qilyapti. Ayşe anamız mashhur deb qayt deyishning ayti yo'q. Bu ayol deydi, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki kiyimidan janobetni yuvib qo'yatdim deydi. Rasululloh namozga chiqaveradi-yu, kiyimida suvning yo'lining izlari bor. Ne malati chiqaveradi namozga deb shunaq deydi. Bu yerda janobet deb oldi. Bu janobetning o'zi yug'ilmaydi. O bir yo'shurun bir narsa-da, masalan, janobet degan. Demakchi bo'g'ini bu janobetning izlari, janobet sodir qilgan, junub bo'lishga sababchi bo'lgan shu sabablarni, ya'ni shu mesela meni deymiz, bu narsalarni yuvib qo'yatdim demakchi. Demak, natija orqali sabab degan bir ma'noni bermoqchi. Janobet bir natija. Meni janobet bo'lishga sabab bo'lgan bir omil. Demak, İmam Ayşe anamız natija orqali bizga shu sabab ma'noni bildiryapti. Bu kimdiki menini yuvish masalasidan aytdi, xilma-xil o'xshamagan fikrlar bo'lgan, bular bu 4 mazhablar orasida. Buning ichida aytdi bek kuchliroq qarash, meni agar badanga mush kiyimga tekkan vaqtida kiyimgamda yo'l bo'lsa, masalan, ko'rgan vaqtimizda buni yuyitimiz. Agar bu qurib bo'lgan bo'lsa, uni o'livetsakmi kifoya. Shunlashqa İmam Şafii, İmam Ahmad, ya'ni hadis ulamolarining nazarida bu yer yuyitish masalasi vojib emas, mustahab. Agar qurgan bo'lsa, buni quruq manini qo'limizda tatlasak bu tazlanadi, pokiz bo'ladi deb qaragan. Ammo lekin İmam Ebu Hanifining nazarida mani yo'l bo'lsa yuvish cho'qim vojib. Agar quruq bo'lsa, buni qo'limizda tatlasak bu yetarli deb qaragan. Ammo lekin İmam al-Ayni rahmetullohi alayh o'zining Umdatul Qari kitobida, Buxoriyning sharhisida Hanifi mazhabini bakrak kuchlantirib qaragan. Bu hadisda xilma-xil mazmunlarni so'zgil bo'ldi. Ya'ni bir ham ayol kishiniki o'ziniki eriga xizmat qilishi, buni aytdi go'zal axloq, muomala, er-ayollik munosabatdagi bir xil muhabbat, ehtiromni kuchlantiradigan bir masalalarniki biri. Yana biri kiyim qurishdan burunlam namozga chiqsa, bu endi ayibli kishi emas, bir nomus qildigan, xijil bo'ldigan bunday bir avval emas
degan uçurni bizga bermoqchi. Hamda 230 numaralı hadisda mesela bu hadismi yuqorqi hadisni to'liqlaydigan bir-biriga oid bog'liq bo'lgan hadis İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Qutayba hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu Qutayba ibn Said degan kishi bo'lib, bu kishining tarjimali Assalam minal Islam degan bir bobda tarjimali o'tgan. Bu kishi edi bizga Yazid hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu Yazid degan kishiniki dadasining ismida ba'zilar mesela dadasining ismi Harun degan, ba'zilar Zuray degan, yani Yazid ibn Zuray yoki Yazid ibn Harun. Yani ba'zilar Yazid ibn Harun, ba'zilar Yazid ibn Zuray deb xilma-xil qarashlar bo'lgan, lekin Yazid ismli ekanligida amalan bir ittifoq. Bu da Meli Yazid ibn Harun, Meli Yazid ibn Zuray bo'lsin. İkilisi hem de öz devirdeki işençilik nayeti katta büyük hadis rivayet kıldığı büyük ravilardan. Bu adam deydi hem de bizge Amr hadis sözlep bergen edi deydi. Bayatın Amr ibn Meymun degan kişi. Bu kişi Süleyman'dın. Süleyman ibn Yasar şu. Bu adam deydi men Ayşe'den mundaq deganligini anlagan edim deydi. Endi bu hadis bir senetler rivayet kılınıp ikinci senetke ötep ketdi. İmam Buxoriy yana deydi. Bizge Musaddad hadis sözlep bergen edi deydi. Musaddad ibn Musarhat degan İmam Buxoriyning katta ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdulvahid degan kishi kelsak, Hijriya 176-yilda o'lib ketgan. Nayt katta muhaddislardan sanaladi. İsmi Abdulvahid ibn Ziyad Abu Bashar yoki Abu Ubaydat al-Abdi nomi bilan mashhur. O'shanat ishonchlik hadis raviylaridan. Nayt ko'p kishilardan hadis rivoyat qilgan. Süleyman al-A'mashga o'xshash masalan. Bu kishidimi ko'p kishilar hadis rivoyat qilgan. Qutayba ibn Said deymiz. Onun boshqa nurg'un kishilar. Demak bu kishi nayt ishonchlik, chataq yo'q, kerak yo'q degandek nayt yaxshi baholarga erishgan buyuklarniki biri. Bu Abdulvahid degan kishi bizga Amr ibn Maymun hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Süleyman ibn Yasardan, bu kishi deydi men Oyshadan so'rgan edim. Kiyimga tegib ketgan menini qanday qilamiz deb so'rdim demoqchi-da. Bu anamiz dedi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kiyimidagi menini men yuvib qo'yatdim. Ondan namozga shu peti chiqaveradi, kiyimida suvning izi bor, yo'l peti chiqitadi dedi. Demak bu hadis Oyisha onamizdan rivoyat qilingan bir necha yo'llardan boshqa raviylar rivoyat qilgan. Onun ustiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki uyi masjidga choplaqliq. O yerdan chiqdi, shu bir qadamni oldilam masjidga chiqdi. O mesela 1 kilometr ya 5 kilometr orliq jiroq emas. Chiqaversa kiyim yani bir qurib qolar, bu yo'lda bag'ishlik shamol dab qolar deydigan bunda bir fursatli yo'q. Demak bu diniy masalalarda, durust masalalarda unda xijil bo'ladigan, nomus qiladigan, haq nima deb qolar deb yashashning hojati yo'q demakchi. Agar bizning kiyimimizda bundaroq bir yo'llik izolab qolsa, balki namozga chiqmasligimiz mumkin. Haq bu yo'lni ko'rib qolmasa, chechimning yo'lligini ko'rib qolmasa, hatto deydigan. Demak sen Allah uchun, Xudo uchun, Xudoning rasuli uchun yashaydi ekansa, sen haqning nima deb qilishini ko'nglingga, xayolingga qat'iy keltirma. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.